Hapsakadek köfteler kaçak. Turşu 150 mi? O tane kaşarlı. Bu pastay ko'ylaklar nechi pul? Ko'fta 150 ming, anaqasi 140 ming yubka. Ha aka. Bular nechi pul? Pastay ko'ylaklar. 170 oldu. Koftalaringizchi? Qalin kerakmi? Koftalar 130 koftalar, ma'lumot 90, tepadagilar 90. Sitara ma'lum. Tepadagilar ham 90 ekan. Kartolik donani. Buyur qoling. Ya qolasizmi yo'q? Mana paloska kofta bilan yubka qancha? Ko'kta orqasida Qanaqa qanaqa kirgizing? deyishibik? Ha aka, shuni aytib yuboring. Mana bular. Yıktı ordizmi deyman ha? Yıktı ordizmi